Qanday men xotinimga g'alati gaplar gapiryapsan-da. Hali manzilga yetmasdan yarim yo'lga tushib qolibdi. Men sen bilan hali biroz xotinga gaplashishni ko'rsatmayman sen bilan. Assalomu alaykum. Ayolimni oysimga tashlab qo'ya olasizmi? Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Avojonim, men taksiga chiqdim, Oymikiga ketyapman dedim. Yo'lda tushib qolaman. Svetofordan chapga burilgandan keyin tushib qolaman, faqat zakazni borgandan keyin farz. Yo'q, tushib qolgan joy zakaz yopaman men. Unaqa borgan yoki men bilan manzilga borsangiz o'sha yerda yopaman yoki tushib qolgan joyda men zakaz yopaman. Kartadan to'liqlamayapti-ku. Tushundim. Men ham to'g'ri tushuning. Xo'jangiz o'tkazib yubordi hozir men mashinaga olib borib qo'ygan manzilga deb. Tavba, har xil klientlar borda. Assalomu alaykum. Qanday men xotinimga g'alati gaplar gapiryapsan-da. Hali manzilga yetmasdan yarim yo'lga tushib qolibdi. Men sen bilan hali biroz xotinga gaplashishni ko'rsatmayman. Sen bilan hali boshqacha gaplashamiz. Menga aytyapsiz, menga? Senga aytaman, kimga aytaman boshqa? Sen noto'g'ri tushuntiribdi lekin sizga. Xudo, bunaqa narsa ham bormi hali?